Bugun men komandam bilan birgalikda panoramadamiz. Biz yangi bilimlar olish uchun yana biznes treninglarga keldik. Hozir sizlar bilan birgalikda komandamdagi go'zal opa-singillarimdan intervyu olamiz. Nilufar, Faberli kompaniyasida qachondan beri ishlaysiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Faberli kompaniyasida 2,5 yildan beri o'z faoliyatimni olib bormoqdaman va mana shu 2,5 yil mobaynida o'zimni kattagina komandamni tuza olgan lider sifatida sizlarni ham o'z komandamga taklif qilaman. Bu kompaniya 100% halol, 18 yildan beri O'zbekistonda qonuniy ishlab kelayotgan yagona kompaniya hisoblanadi. Ranoba Faberli kompaniyasiga yaqinda a'zo bo'ldingiz, to'g'rimi? Nima uchun aynan Faberli kompaniyasini tanladingiz? Yaxshi o'sha ishlatardim narsalarini. Misol uchun o'sha ekspert kremini bor, oyoq kremini ishlatdim. Xuddi oyog'imni anaqadan nima qilamiz? Fizik yo'lga borganda oyog'imni yumshoq qilamiz. Значит, mahsulotlarimiz yoqadi sizga. Yaxshi. Rahmat, tanlovingiz uchun. Faberli kompaniyasini nima uchun tanladingiz? Menga tonalkalar juda ham yoqdi. Birinchi olgan mahsulotim tonalka bo'ldi. Kislorodli tonalka ekan. Men bu oddiy tonalkani sursangiz bu qoladi yuzingizda. Lekin bu tonalka shizor ekan, menga yoqdi. Shu Faberli kompaniyasini siz nima uchun tanladingiz? Mahsulotlarni juda ham sevib ishlataman. Shuning uchun ham o'zim a'zo bo'lib, yaqin insonlarimni ham shu mahsulotlaridan bahramand olib, maza qilib ishlatishlari uchun a'zo bo'lganman. Va Faberli firmasini juda ham yaxshi ko'raman. Bugun kompaniyamizning yangi konsultantlari. Siz O'zbekistonda onlayn kompaniyalar juda ham ko'p. Siz Faberli kompaniyasini tanlabsiz. Tanlovingizdan juda ham xursandman. Lekin menga qiziq, nega siz aynan Faberli kompaniyasini tanladingiz? Rasmiyligi, Qonuniy ishlashi, O'zbekiston tan olganligi uchun, mahsulotlarini ham tan olganligi uchun, eko mahsulot bo'lgani uchun, ko'proq tabiiylikka oldin bilardim, lekin hali a'zo bo'lmagandim. Shu a'zo bo'lish tabiiy, anaqa foydaliligi uchun, qonuniyligi uchun. Albatta unutmaymiz, Faberli kompaniyasi O'zbekistonda qonuniy ravishda 18 yildan beri ishlab kelayotgan yagona kislorodli kompaniya hisoblanadi. Rahmat tanlovingiz uchun. Sizda yana bir kuchli liderimiz bor, Samad va Dildora. Siz Faberli kompaniyasiga shu paytgacha nimalarga erishdingiz? Qachondan beri ishlaysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men Faberli kompaniyasida o'zi registratsiya bo'lib ish faoliyatini boshlaganimga 7 oy bo'lgan. Birinchi navbatda o'zim mahsulotlardan xarid qilib, mahsulotlarni mahsuli bo'lganimdan keyin uni biznesiga qiziqib, o'zimni opam, ustozim shu kompaniyada faoliyat olib borib million daromadlar topganini ko'rgandan keyin daromadini ham olishni xohlab, biznesini boshlaganman va hozirgi kunda Faberli kompaniyasida 19% vitse direktor unvoniga ko'tarildim va o'zimni komandamga ega bo'ldim, shaxsiy komandamga, o'zimni shaxsiy daromadimga ega bo'ldim, o'zimni moliyaviy erkinlikka ilk qadamimni qo'ydim va Yana bir kuchli liderim Dilshod opamlardan eshitamiz. Faberli kompaniyasi sizga nima berdi? Nimalarga erishdingiz a'zo bo'lgan paytingizdan bugungi kungacha? Faberlik menga bir so'z bilan aytganda, o'pishi hayotni boshqatdan yangi tarafga ko'rishlikni berdi. Nimaga aytaman? Faberlikni oldinman mahsulotlarini har doim ishlatib kelganman. Juda ham qattiq yaxshi ko'rardim va bunda qaror qabul qildimki, biznes boshlashga Faberlikda. Men o'zi kostyum rejissyor va o'zimning ijodimni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, lekin Faberlik ham go'zallashishi, ham moliyaviy erkinlikni, ham intellektga oshiradigan